Bugun sizlar bilan 16 yoshli administrator haqida gaplashamiz, ya'ni men haqimda. Video davomida men sizlarga o'zim haqimda gapirib beraman. Men 16 yoshdaman va men SMM sohasida o'qiyman. Kontent qilishni, reklama yuritishni, auditoriya bilan ishlashni o'rganmayman. Lekin tushundimki, SMM faqat post qo'yish emas. Agar sotuvni yaxshi tushunmasangiz, eng zo'r kontentingiz ham natija bermaydi. Shu sabab administrator bo'lib ishlayman. Sotuv bo'limini noldan o'rganish uchun. Mijoz bilan gaplashishi, ularni savollariga javob berishi va ishonchiga kira olishni o'rganmayman. Oson emas, bir xil payt charchayman, bir xil payt xato qilaman, lekin aynan shu jarayon meni kuchliroq qila oladi deb o'ylayman. Bu sahifada sizlar bilan real jarayon, real tajriba va o'sishimni bo'lishib boraman. Agar SMM, sotuv va rivojlanish qiziq bo'lsa, kuzatib boring va menga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Hammaga xayr!